16-may haftaning juma kuni mana kechqurun mana zakasimizni bitirdik. Tag yerli 3 metrli, eniga 1.20 lik tovuq qafasimiz. Hamma joyi atroflari setkadan bo'lgan. Chap tomonida tuxumlash xonasi bor. Mana bu yerdan tuxumini olinadi, ikkiga ajratilgan. Setkalari 2 qalin ko'z setka, oldida silik tarnovlari, baquvvat matvi chirkishchalardan yopganmiz. Tagida falgalari bor, issiq sovuq o'tkazmaydi. Eshiklari ham mana chiroyli tarzda ochilib yopiladi. Xudo idishlari ham splashnoy holatda. Ichida qo'noqlari ham bor. Tag yerli qafasimizni zakasga tayyorladik. Zavodskiy ugonnidan tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, bir donadan laykni tinglatib qo'yasizlar.